Xayrli kun. Bu Bonu, sun'iy intellektga asoslangan Chat MVP platformamiz. Bugun biz Prezident AI Award tanlovining birinchi yo'nalishi, davlat boshqaruvi va ijtimoiy soha bo'yicha chatimizga topshiriq kiritib, AI tomonidan taklif etilgan algoritmik yechimni ko'rib chiqamiz. Avvalo chatga to'liq nizomni, kerakli promptni yozib tashlaymiz va natijasini kutamiz. Prompt tekstni analiz qilish va bizga xohlagan javobni tayyorlash biroz vaqt oladi. Chat so'rovimizni qabul qildi va Civic Boost AI yechimini shakllantirdi. AI modelimiz fuqarolar faolligini oshirish uchun 3 ta asosiy yo'nalishni taklif etmoqda. NLP va CE profil tahlili orqali shahar va mahalla miqyosidagi loyihalarga personallashtirilgan takliflar beriladi. Ijtimoiy keshbek tizimi orqali esa saylovlar, muhokamalar va hasharlardagi ishtirok uchun aniq ochkolar to'planib, real mukofotlar va soliq imtiyozlariga almashtiriladi. Eng muhimi, tizim sentiment analizis orqali ijtimoiy kayfiyatni baholaydi. Sun'iy fraud detection orqali botlarni bloklab, blockchain yordamida to'liq shaffoflikni ta'minlaydi. Aynan shu chat MVP model orqali algoritmlar real vaqtda ishlaydi. Misol uchun, fuqaro yillik tibbiy ko'rikdan o'tganda AI avtomatik ravishda +250, kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'laganda esa +50 ochko va 2% chegirma bonus shaklida hisoblab beradi. Endi platformaga login qilib kirib, qaytadan boshqacharoq prompt berib ko'ramiz. Chatning ushbu javobida ko'rishimiz mumkinki, platformamiz President AI Award 2026 talablari va milliy qonunchiligimizga to'liq mos ravishda davlat axborot tizimlari bilan real vaqtda va xavfsiz integratsiyalashadi. Autentifikatsiya OneID OAuth 2.0 orqali amalga oshirilib, MyGov, soliq va transport API'lari bilan MTLS va Bearer tokenlar orqali ma'lumot almashiladi. Tizim xavfsizligi 5 ta asosiy qatlam bilan ta'minlangan. TLS 1.3 shifrlash, AES 256 ma'lumotlar bazasi himoyasi, RBAC rollar tizimi, 5 yillik o'zgartirib bo'lmaydigan audit log hamda DDoS himoya. Shaxsga doir ma'lumotlar esa milliy qonunchilikka to'liq moslashtirilgan. Xulosa qilib aytganda, ushbu AI shunchaki chat emas, balki davlat va fuqaro o'rtasidagi muloqotni raqamlashtiruvchi, shaffof, xavfsiz va innovatsion AI ekotizimdir. E'tiboringiz uchun katta rahmat.